Siz ham mana shunaqa janjalli kinolarda, videolarda ko'rishni yaxshi ko'rasizmi? Bo'lmasam tezroq qarishga tayyorgarlik ko'ryapsiz ekan. Keyin kun davomida yoki bo'lmasa haftalab o'sha inson bilan urushib, undan nafratlanib yurasiz. Chunki men o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Bitta bog'chada o'sha bolachani qiynaganini ko'rganimdan keyin men hayolimda urushib, bo'g'ib o'ldirib qo'ygim kelgan o'sha vositalar. Qaytib ko'rmay qo'yganman. Sababi miyamiz hayolat bilan hayotning farqiga bormaydi. Ya'ni sizni bu hayotingizda bo'lyaptimi, xayolingizda bo'lyaptimi yoki videoda prosta ko'ryapsizmi, u farqiga bormaydi, ajratilmaydi. Depressiya holati kelib chiqadi. Bu narsa kortizolni ko'tarilishiga sabab bo'ladi, yallig'lanish paydo bo'ladi. Organizmda, terida. Shuni hisobiga bizda qarish alomatlari tezlashadi. Oddiy misol, po'rilarimiz kengayib ketadi, ajinlar ko'payib ketadi, sochimiz oqarib ketadi yoki aknega moyillik bo'lsa, akne ko'payib ketadi. Umuman bizga qizig'i yo'q, ahamiyati yo'q bitta videoni orqasidan shuncha muammoda. Biz ko'rgan, biz eshitgan, biz muhokama qilgan, biz ularda hayotini g'iybat qilgan, tuhmat, nima qilgan bo'lsak ham, hammasi bizning hayotimizda paydo bo'ladi. Chunki ong ostiga yoziladi bu informatsiyalarni biz sinalamiz. O'shanaqa stressni biz boshdan kechiramiz. Bu koinotning qonun qoidasiga kiradi. Alloh yaratgan qonun qoida. Biz bundan qochib qutula olmaymiz. U bloger bilan o'zi siz urushmayapsiz, lekin ular sabab siz qariyapsiz. Kerakmi, zararmi shu?